Yomg'irli Koreyada hammaga salom o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Koreyada yomg'ir ko'rib turganinglardek va bugungi videoning nomidan o'zingizlar o'qiganinglardek Koreya bozorlarini obzori bo'ladi. Koreya bozorlaridagi narxlar qanchadan? Shuni bilib olsanglar bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tezroq kanalda mita bo'lishimiz kerak. Qani, let's go. Mana уже boshlandi bu yog'iga. Men bitta mana har xil narsalar sotishadi. Koreyani o'zini narsalari endi tushunmayman men unchalik. Men bitta snake'lar ekan bular. Bitta yangi ochilibdi bu joy. Shunaqa meva-cheva sotadigan. Men sizlarga o'zim doim boradigan asosiy joyim olib boraman hozir. Bu yerda ham yana qanaqadir koreyslarning o'zini narsalari, bu yerda dengiz mahsulotlari ekan. Bu yerda ham yana dengiz mahsulotlari. Bu tomonda ham har xil mana koreyskiy go'shtlar, shunga o'xshagan narsalar bor ekan. Mana bu yerda ham mana. Endi bularda baribir halol bo'lmaganligi uchun, har xil bizga yeb bo'lmaydigan narsalarimiz ko'p bo'lganligi uchun boshqacha obzor qilib o'tirmayman. Asosiy bizga kerak narsalar bor joyga boraman hozir. Biz tomonda shu unaqa katta nima emas, bozor emas. Asosan shu nima desa bo'ladi? Dehqon bozor bor o'zimizdagi, shunaqa desa ham bo'ladi. Mana bu yerda ham mana har xil meva-chevalar bor. Mana shu to'g'rida men asosiy boradigan joyim. Bu yerda ham mana kelganinglarda mana yaxshilab e'tibor berib oringlar. Shu ko'rgan joyim, ko'rsatgan joyim, e'tibor bergan bo'lsanglar, matras sotadigan joyda kelganinglarda ko'pchilik Koreya uylarida matras to'g'riroq divan bo'lmaydi. Bir xonali bo'lsa bo'lishi mumkin, lekin agar siz 2 xonali yo 3 xonaliga ko'pchilik bo'lib turib sheriklar bilan turadigan bo'lsangiz, ko'p holatlarda divan bo'lmaydi. Shunda shunaqa joylarga kelib turib, matras, adyol, shunga o'xshagan narsalarni olib ketishga to'g'ri keladi. Bularni O'zbekistondan olib kelishni unchalik maslahat bermasdim. O'shaning o'rniga boshqa kerakli narsalarni olib kelsangiz, bu yerdan bemalol даже kupangdan ham sotib olsangiz bo'ladi. Mana men asosiy keladigan joyim. Mana eng biz tomondagi arzon joy mana shu yerda. Yo'q. Mana bu yerga joy bor ekan, tayyor turamiz. Hozir уже bo'lgan hamma narsani sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda pomidorlar, mana bunaqa cherry pomidorlar bor. Birinchi kelganimda shundan olardim. Bu mana shu bitta boksi 5000 won ekan. Agar ikkita oladigan bo'lsalar 9000 won ekan. Bu yerda kattaroq pomidorlar bor. Bu ham unchalik katta emas atay. Bu 8000 ekan. Qanchadir aniq tushunmadim to'g'risi. Mana bu yerda uzun 10000 won ekan. Bitta mana shu turishi, bu degani ikkitasi. Normal, lekin mana shu uzun mana shu zo'r menga yoqadi, suvli bo'ladi. Mana shu cho'tki bo'ladi shu uzun. Mana bu yerda kichkina tarvuzchalar 5000 won ekan. Bunisi 10000 won ekan mana bu. Buni qaranglar. Hozir endi baribir narsani ko'rsatib turganda o'zimda ololmayman, faqat shu mahsulotlarni ko'rsataman, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Lekin so'mda, dollarda qancha bo'lishini taxminan yozib qoldiraman, lekin baribir o'zingizlar tekshirib olinglar. Shunda aniqroq bilib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa, davaychi hozir adashib ketmasligi uchun hozirda o'zida bilib olamiz. 10000 won 80000 so'm bo'lar ekan. Uni shunaqa deb hisoblasak bo'lar ekan. 10000 won 80000 so'm. O'zimizda pulga qimmat tuyulishi mumkin, lekin bu yerdagi pulga nisbatan zo'r. Chunki 10000 won bu eng kam 1 soatlik ish haqqi. 1 soat ishlasangiz shuni olasiz degani. Ish topish, yo pul topish shunchalik oson bo'lmaydi, lekin baribir yaxshi bu narx Koreyaga nisbatan. Mana bu yerda shaftolilar ham bor ekan. Mana shu turishi shu mana shu salafandagisi 2500 won ekan. Bu juda ham zo'r-da. Men buni misol uchun bir kunda ikkitadan yeganingizda ham bemalol 3 kunga yetadi. Buni ichida 6 ta, 7 ta yoki 5 tadan bo'lishi mumkin. Bu yerda mana har xil olmalar ham bor ekan. 5 tasi 10000 won, 11 tasi 20000 won. Olmalarini hali yeb ko'rmaganman, lekin ko'pchilik zo'r deydi. Mana bu yerda ham bor, lekin men bu noki mana 4000 won ekan bittasi. Shu
Nok lekin rostdan menga yoqadi. Va shu suvli, mazasi ham juda shirin shu noshda. Bitta shaftoli bor ekan. Men bu Koreyani, qovuni bundan ham yeb ko'rmadim, lekin ko'pchilik maqtaydi. 5000 won ekan uning ikkitasi. Ham bitta yana har xillari bor, avokadolar. 5 tasi 5000 won. Ashi chotki. Bu aytganimdek, men yashaydigan joydagi eng arzon, eng zo'r bozor desa ham bo'ladi. Video okey? 네. 유튜브. 네. 한국 시장이 오케이, 오케이. 맞아요. hozir men bu yerdagi sotuvchi ham qarab turgan edi, video olyapman, normalmi olaveraymi desam da dedi. YouTube'im bilan Instagram'ga podpiska tashlab qo'ydi. Bular ham kuzatishadi. Vashi, молодец, bemalol videoga olsang bo'ladi deb yuborishdi hozir ko'rib. O'zi tanishardi. Bitta opa o'tirardi. Doim meni taniydigan, o'zbekistonlik deb taniyardi. Shu har doim kelsam, "Voy, o'zbekistonlik keldi" deb gapirardi. O'sha opa hozir yo'q ekan, lekin boshqalar ham hozircha tanib olishdi. Sizlar ham albatta uni qo'yinglar shuning uchun. Bu yerda mana 7 tasi 5000 wonlik pomidor ekan. Men o'zi aslida mana shunaqa pomidordan olaman, chunki baribir O'zbekistonda shuni yeb o'rganganmiz, aniqroq hammamiz. Shuning uchun haligi cherilarni boshida kelganda yeb ko'rganman, lekin baribir o'zimiz pomidorga yetmaydi to'g'risi. Mana bitta 17000 wonga tarvuz, lekin to'g'risi tarvuz qimmat, lekin ta'mi zo'r. Arziydi qimmatga olishinglarga. Mana ichkarida holat bozorda. Bitta kartoshka 3000 won ekan. Bu kartoshka ham normal. 1 kilodan oshib chiqadi adashmasam. Bitta sabzilar ham bor ekan, 2000 won. Misol uchun piyoz bitta 2000 won. Xullas shunaqa. Endi kamerani bosib zerikdim to'g'risi. Endi buryapman, zo'r chiqyaptimi, yo'qmi, o'zim qanaqa chiqyapman bilmayman. Men bu yerda yana har xil bilmayman bularni, Koreyani o'zi narsalari manba ham vashi men to'g'risi biladiganlar bo'lsa, Instagramda kuzatadiganlar bo'lsa bilishadi. Agar siz bilmasangiz, Instagramga ham podpiska bosib qo'ying. Instagramda olib chiqqanman, aytganman. Oshxonada ishlayman. Oshxonada fries, kartoshka free, mana shundan ham tayyorlanadi bizda. Bu Koreyani o'zini milliy kartoshkasi desa ham bo'ladi. Va shirin kartoshka to'g'risi menga yaxshi yoqadi. 4000 won ekan shu. Mana bu yerda tuxumlar. Bunisi mana bu yerdagi 9500 ming, bunisi 7500 ekan. Mana bu yerda bedalan tuxumlar ham bor ekan, 1500 wondan. Vashi, lekin bedalan tuxum arzon emasmi? 1500 wonga. Mana bu yerda mana har xil nima desa bo'ladi, sabzavotlar. Sabzavot degan so'zni esimdan chiqarib qo'yapman. 1500 ekan. Mana bunaqa ukropmi, kashnishmi, xullas shu. Qalampir mana bu yerda 1500 won. Bolgarskilar 2000 wondan ekan bolgarskiy. Mana bu yerdagisi har xil ranglari ham 2000 won. Bu menimcha qizilcha bo'lsa kerak. Qizilcha yaxshi ko'radiganlar bor. 2000 won ekan bu. Mana bu yerda yana salat barg menimcha 1500 won. Mana bu yerda yana har xillari. Hozir yana bu tomonga ham o'tamiz. Mana bu yerda yana boshqa har xil sabzavotlar. Mana bu yerda men yaxshi ko'radigan brokoli 1500 won. Brokoli. Mana bu yerda gulkaram yeganlar bormi? 1,500. 오, 영어를 잘 했어요. 잘했어요? 네. Bu yerda mana bodringlar, har xil ko'k piyoz, baqlajon agar yaxshi ko'radiganlar bo'lsa menga o'xshab 1000 won ekan. Mana shu bitta turishi bu degani shu 3 ta degani. Zo'r lekin narxlar bozorda anchagina arzon. Ha? 뭐 하는 거야? YouTube blog. 어? YouTube. 유튜브? 네네네. 이거 장터 소개하는 게 아니면 뭐 네네. 오케이? 네. 알았어. 땡큐. Mana bu yerda bodringlar mana ko'rsalar bo'ladi. 저는 우즈베키스탄 사람이에요. 우즈베키스탄? 네. 알아요? 우즈베키스탄 몇 알아요? 살? 알지? 몇 살? 18. 18? 네. 오. Mana bu yerda mana bodringlar har xil.
No, koreys xalqi shunaqa zo'r, nima desa bo'ladi, haligi yoshlar uyalchang bo'lishi mumkin, agar videoga olib turib kelsangiz uyalishligi mumkin, lekin no, odamga qarab-da, baribir odamda har xil o'zini nima desa bo'ladi, personalitysi bo'ladi-yu, shaxsiyati, shunga qarab farq qilishi mumkin. Lekin odatda bilmayman, menga unaqa uchravermaydi. Hamma pozitivni shunaqa gaplashib kutib olishadi qanaqadir. Bitta mana karamlar bor ekan. Aytgancha, namday qilib olganimda agar nimadir yomon chiqib turgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Knopkani bosib zerikdim, kamerani o'zini bunday qilib aylantiryapman, to'g'risi. Xolos, men bu yerda yana har xil narsalar, endi bu unchalik qiziq bo'lmasa kerak. Bitta qo'ziqorinlar bor ekan. Menimcha asosiy narsalar sizlarga tushuntirdim. Shu meva-cheva narxlarini xohlasanglar bu yerda naqd pulda to'lasanglar bo'ladi, xohlasanglar plastikda to'lasanglar bo'ladi. Agar mabodo siz Hanyang universitetida o'qimoqchi bo'lib kelayotgan bo'lsangiz yoki Sejongdan, bilmayman, Seulda yashaydigan bo'lsangiz, bu Dapshimni metro stansiyasining yonida, Dapshimni Yongdapda oldida. Mabodo kerak bo'lsa, Instagramda yozadigan bo'lsanglar, lokatsiyasini tashlab beraman. Men biladigan bu Dapshimni Yongdap atrofidagi, Hanyang atrofidagi eng arzon bozor desa ham bo'ladi shuni. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. O'zi oziq-ovqatga kelganlardan keyin o'rtacha 300 ming won ishlatasizlar. 300 ming won bu dollarda 200 dollar atrofida bo'ladi. Lekin o'ylashim bo'yicha bu yaxshi, unaqa katta xarajat emas menimcha. Shunaqa xolos, albatta video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ozmi ko'pmi Koreya bozorlarini obzor qilib bera oldim deb o'ylayman. Baribir o'zimizda bor bozor shu, boshqasiga bora olmayman. Shuning uchun albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda nima haqida video chiqarishimni ham yozib qoldirsanglar, keyingi videoni shunga qarab chiqaraman albatta. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.